Assalomu alaykum, hurmatli xalqim. Mine, bugungi murojaatimiz qabul etildi. Aytgan yağmalarımız jawıldı. Mine, hokimiyatga, boshchilarimizga rahmatlar aytamiz. Endigi murojaatimiz mana Qanquyi markazi. So'ning oldidan mana yerga bir peshobod qo'yib bersa, mana переливаниеге soncha adam keladi, soncha работниклari var, kirib chiqadi. Mana yerdan o'tuvdan qiynal. Mana jaqbetning o'quvchilari o'tadi. Mana yerdan. Mana jaqda poselkning o'quvchilari maktabga o'tadi. Mana yerga. Ondan keyin mana jaqqa bir trotuar. Mana Vesekoboltning asti bo'ladigan bo'lsa, mana 5 metr mana jag'idan ba trotuar qo'yib bersa, to'g'ri bo'lar edi. Sebebi bu yerden o'quvchilar qatnaydi. Sol mana yerga обязательно peshobod kerak deb o'ylayman. Sebebi o'quvchilar ham, odamlar ham sudan yuradi. Hamma asfaltning bo'yidan yuradi. Mana jovun-shashim yo'q kezde mine qizlarim sudan yurib boradi mine. Jovun yo'q kezde sudan yuradi. Sebebi jovun bo'lgan vaqtda bu yerdan yuradi, возможно bo'lmay qoladi. Sonra şebin tövüp koygan yerden былай qarab, mine yağına mine возможностьlar mine yağından var. Mine yağından var Vesekoboltning asti deйтін болсаңыз, mine yağ kengchilik mine. Hukumetning jeri mine yağ. Şu murojaatimizni qabullab barsangiz zo'r bo'lar edi. Bo'ladi mine, mana istetgan yerimiz istelibdi, молодец. Rahmatlar aytamiz ko'p-ko'p. Allah razı olsun, zo'r bo'lgan. Endi mana yerga bir peshobod bilan sebebi buna переливаниеге soncha adam keladi. Soncha xalq keladi. Mana роддомның, экстренныйдың adamlarının bari o'sha yerga keladi. Soның bärin mana yerga bir peshobod qo'ysangiz zo'r bo'lar edi. Sebep soncha adam o'tadi yerdan. Mana jana bir peshobod qo'yib bersangiz, maktabga qatnauga былай qarab. Endi ol problema zat emas yer, 1 metr qilib хотя бы betondan trotuar piyodalar yurетін жолын. Себебі мына жақтан қанша оқушы барады мына жаққа қарап. Роддомға қанша адам барады мынадан. Рахмет, мұражатымыз қабыл етіледі деп үмітленеміз. Рахмет, сау болғайсыз.